Keyingi oyatlarda ushbu suraning Oli Imron deb atalishiga sabab bo'lgan qissa keladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: Alloh Odam, Nuh va Ibrohim oilasidan va Imron oilasidan Ibrohim oilasi va Imron oilasini butun olamlar ustidan tanlab oldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana shu oilalarni bashariyat tarixida aziz qilib qo'ydi. Ular bir-biriga zurriyotdir deb turib, mana shu joyda Imronning ayolining hikoyasi keladi. Imron ikkita Imron bo'lgan. Birinchi Imron Musa alayhisolamning otasi Imron. Musa alayhisolamning otasining ismi Imron ekani hadisda kelgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Musa ibn Imron deb aytganlar. Imronning o'g'li Musa. Ikkinchi Imron esa Maryam onamizning otasi. Maryam alayhisolamning otasi, u ham Imron. Harun ham ikkita. Musa alayhisolamning akasi ham Harun, Maryamning akasi ham Harun. Bu joyda oyat karimada Imronning ayoli shunday dedi deganda ikkinchi Imron, Maryamning onasi Hanna deyiladi. Hanna binti Hofuz mumkin shunaqa ismi. Hannaning eri Imron edi. Imronning ayoli Hanna, endi bu Hanna ismi Qur'onda kelmagan, lekin boshqa manbalardan, tafsirlarda aytiladi. Hannaning ixlosi bayon qilinadi. Mana bizga eng bu Qur'on Karimdagi qissalarchi muhtaram azizlar. Har bitta jumlasida dunyoning ma'nosi bor. Biz endi unaqa to'xtala olmaymiz. Qisqacha ba'zi nuqtalarga to'xtalib o'tamiz. Imronning ayoli bor edi, Hanna, o'ta taqvodor ayol edi. Lekin uzoq vaqt farzand ko'rmagan. Bir kuni Alloh subhanahu va taoloning mo'jizalarini, qudratini tafakkur qila turib, farzand ko'rishga ishtiyoq uyg'ondi. Noumid bo'lmadi-da, lekin nazr qildi. Ey Alloh, agar menga o'g'il bersang, men uni Baytul Maqdisga, masjidga xodim qilib nazr qildim dedi. Bag'ishlayman dedi. Inni nazartu laka ma fikin, homilador bo'lib qoldi. Homilador bo'lgandan keyin inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Alloh, men qornimdagini senga muharrar, xolis senga bag'ishladim, senga atadim. Mendan qabul qilgin dedi. Keyin odatda masjidga xodim, o'sha vaqtda ham cherkov, endi o'sha vaqtda masjidda ibodatxonasi. Ibodatxonaning xodimlari odatda erkaklar bo'lar edi. Ayollar ibodatxonada xizmatkor bo'lmagan. Farzand dunyoga keldi, qarasaki qiz. Inni wada'tuha untha, men qiz tug'ib qo'ydim-ku dedi. Vallohu a'lamu bima wada'at, u nima tuqqanini Alloh o'zi biladi. Yana boshqa rivoyatda, qiroatda boshqasida vallohu a'lamu bima wada'tu, men nima tuqqanimni Alloh o'zi biladi. Va laysa adh-dhakaru kal-untha, erkak ayol kabi emas. Bu oyatning tafsirida ancha gap bor. Endi asosiysi bu yerda Maryam deb nomladi. Maryam degani barakali degani. Va inni sammaytuha Maryam, men Maryam deb nomladim bu qizni dedi va uni zurriyotini shaytondan Alloh panohida asrashini so'rayman deb Hanna duo qildi. Odatda qiz qabul qilinmasdi, lekin Alloh qabul qildi. Fataqabbalaha robbuha biqabulin hasan. Alloh uning nazrini qabul qildi. Qabul qilganda ham nihoyatda husni qabul bilan uning nazrini qabul qildi. Va anbataha nabatan hasana, va u o'sha nazrini, Maryamni go'zal suratda undirib o'stirdi ham. Va kaffalaha Zakariya, unga Zakariyoni kafil qildi. Zakariya Maryam onamizning pochchasi edi, xolasining eri edi. Maryam tug'ilmay turib otasi vafot etgan ekan. Qarang. Maryam hali tug'ilmasdan turib otasi vafot etdi. Dunyoga kelganda otasi yo'q. U kafillikka olishga majbur bo'lishi ota yo'qligidan. Agar otasi bo'lganda otasi kafillikka olardi. Chunki Imron Baytul Maqdisning domlasi edi, imomi edi. Va ularning eng katta olimi edi. Imron vafot etdi, farzand ko'rdi, farzandini Baytul Maqdisga nazr qilgan ona. Onaning ixlosi samara berdi.
Endi mana shu ustozning oilasi-ku. Ustozning oilasi bo'lgani uchun Imronning shogirdlari orasida Zakariya ham bor edi. Va boshqa shogirdlari talashishdi. Yo'q, men kafillikka olaman deb talashishdi. Shunda o'sha vaqtning odatiga ko'ra Qur'a tashlaymiz deydi. Qur'a qanday tashlanadi deyilganda, hammasi ular yozadigan odamlarning qalami bor edi. Hovuzga, masjiddagi hovuzga qalamni tashlaymiz. Kimning qalami cho'kmasa, o'sha kafil bo'ladi. Hammasi qalamini hovuzga tashlashdi. Hammani qalami cho'kib, Zakariyaning qalami qalqib qoldi. Yo boshqatdan qilaylikchi, endi bu balki xato bo'lgandir deyishdi. Boshqatdan qilishdi. 3 marotaba qilishsa, uchalasida ham Zakariyaning qalami qalqib qoldi. Shunda hamma rozi bo'ldi Zakariyaning kafil bo'lishiga. Ikkinchidan Zakariya xolaning eri-ku. Zakariyaning ayoli Maryamga xola. Maryam alayhisalomga xola bo'lgandan keyin u o'z-o'zidan ona o'rnida. Mana bu jihatlardan ham bu demak ilohiy iroda edi, qulay edi. Zakariya alayhisalom mana masjidni qibla tomonidan bitta hujra qilib bergan Maryam onamizga. O'sha hujrada u kishi endi u ona nazr qilgandan keyin undan foydalanishi mumkin emas. Nazr qilgan. Xola uni chaqaloqligidan xola katta qildi. Mihrobdan sal voyaga yetganda mihrobdan Maryamga joy qilib berishdi hujra. Hozirgi til bilan aytganda masjidning hujrasi. Shu yerda uzlatda faqat ibodat va zikr, ilm bilan mashg'ul edi Maryam. Maryam onamizning ta'minoti Zakariya alayhisalomning zimmasida. Nima ovqat bo'lsa, nima yegulik, ichgulik bo'lsa Zakariya alayhisalom orqali kiradi. Lekin Zakariya alayhisalom mihrob deb bularda shu hujrani aytadi. U mihrob tomonda bo'lgan hujra. Hozir ham cherkovga borsangiz mihrob bor. U mihrobga hamma ham kirmaydi. O'sha ma'lum darajaga yetgan poplar kiradi. Ma'lum bir maqomga yetgan poplar, rohiblar kiradi. Hamma ham mihrobga kira olmaydi. O'sha u mihrobga kiradigan odam uzlat qilgan bo'lishi kerak. Ya'ni tarki dunyo qilgan bo'lishi kerak. Maryam onamiz mihrobda o'tirib ibodat bilan mashg'ul edi doim. Allohning zikri bilan, ibodat bilan mashg'ul edi. Zakariya alayhisalom kirsa, u kirgan chiqqan hamma narsadan xabardor-ku. Kirsa umuman Falastinda emas, Falastinda umuman yo'q meva-chevalar, yeguliklar, ichimliklar bo'lar ekan. Shunda Zakariya alayhisalom yoshi bir joyga borgan, hali farzand ko'rmagan. Qala ya Maryam anna laki hada? Ey Maryam, buni qayerdan olyapsan? Qayerdan kelib qoldi bular? Desa, qalat huwa min indillah. Bu Allohning huzuridan, deydi Maryam. Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Alloh xohlagan bandasini behisob rizq bilan rizqlantiradi. Mana shunda hunalika da'a Zakariya robbah. Mana shunda Zakariya Robbiga duo qildi. Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Robbim menga o'z huzuringdan pokiza zurriyot ber. Sen duolarni eshitib qabul qiladigan zotsan, deb duo qildi. Ushbu oyatda bir qancha biz oladigan nuqtalar bor, ayrimlarini eslab o'tamiz. Birinchisi, Maryam onamiz payg'ambar emasdi. Jumhur ulamolarning gapi payg'ambar bo'lmagan u kishi. Ovqat qayerdan paydo bo'lib qolyapti? Bu mo'jizami desa, yo'q, bu karomat bo'ladi. Agar shu ish payg'ambarga bo'lsa, u mo'jiza bo'ladi. Bu karomat. Ba'zi odamlar bor, karomat desa ensasi qotadi. Mana Maryamga karomatni Qur'on zikr qilgan. Buni karomat deydi. Nega desa, mo'jiza bo'lishi uchun u payg'ambarlikni tasdiqlovchi kuchga ega bo'lish kerak. Payg'ambarda mo'jiza ko'rsatiladi. Uning va mo'jizaning maqsadi, mo'jiza ko'rsatilishidan maqsad payg'ambarligini, nubuvvatini, risolatini tasdiqlash bo'ladi. Maryam hech qanaqa payg'ambarlik joyi yo'q, uni tasdiqlaydigan. U kishiga berilgan bu g'ayrioddiy, xoriqul oda nima? Desa karomat. Bunga o'xshash holat keyingi sahobalar vaqtida ham bo'lgan. Sahobalar paytida ham bo'lgan. Undan keyingi solihlarda ham bo'lgan. Demak, karomat bor. Falastinda hujrada o'tirgan ayol shundoq uzum paydo bo'lib qoladi deydi. Shundoq xurmo paydo bo'ladi deydi. Qishda yozgi meva, yozda qishki mevalar paydo bo'lar ekan. U kishi Maryam onamizning huzurlarida.
Alloh xohlagan bandasini mana shunday rizqlantiradi. Endi ikkinchi nuqta, Zakariya alayhissalom o'zi payg'ambar edi o'zi. Allohga duo qilib yurgan, oldin ham duo qilib yurgan. Farzand so'ramagan emas, so'ragan bo'ladi. Lekin noumidlikka tushib qolgan, o'zi ham keksa, ayol ham tug'mas, o'zi asli tug'mas. Yana yoshi ham keksa. Lekin Allohning karomatini ko'rgan paytda qalblari jo'sh urib ketdi. Allohning qudratiga bo'lgan ishonchlari yana ham ortib ketdi. Ana o'shaning uchun Qur'on hunalika, ana o'shanda Zakariya duo qildi, ijobat bo'ldi. Demak, qalbimiz erigan paytda so'rab olishimiz kerak ekan. Hajga borasiz, Ka'baga borasiz. Duo qabul bo'ladi inshaalloh deyiladi. Ha, qabul bo'ladi. Qachon qabul bo'ladi? O'sha Ka'bani ko'rganda qalbingiz erib, yonsiz keyin qabul bo'ladi. Borib o'shada ham g'aflat bilan duo qilsangiz qabul bo'lmaydi baribir. Qadr kechasi duo qabul bo'ladimi? Qabul bo'ladi. Qachon qabul bo'ladi? O'sha Qadr kechasining sharofatidan qalbingiz uyg'onib ketsa keyin qabul bo'ladi. Joy, zamon, makon u yaqinlashtiradi, lekin sizni duo qabul bo'ladigan holatga olib kela olmaydi. Lekin siz uyda yotibsiz, birdan qalbingiz uyg'ondi, Allohning qudratiga bo'lgan ishonchingiz uyg'onib, ko'zingizga yosh keldi. Duo qiling, inshaalloh qabul bo'ladi. Mana Zakariya alayhissalom o'zi payg'ambar edi, doim masjidda edi, ibodatxonada edi. Lekin haligi karomatni ko'rgan paytda qalblari boshqacha bir jo'shirib, duo qildi, ijobat bo'ldi. Farishta tushib Zakariya alayhissalom duo qilishga qilib qo'ydi. Ijobat bo'ldi, lekin bashoratdan o'zi ajablanib qoldi. Farishta tushib senga Alloh bir o'g'il beradi, Yahyo bo'ladi ismi. Uning oldin uning oddoshi o'tmagan. Yahyo birinchi bo'lib Yahyo deb nomlanyapti. U iffatli bo'ladi, solih bo'ladi deydi. Duo qilishga qilgan Zakariya alayhissalom insonda. Robbi anna yakunu li g'ulam va qad balagani al-kibar va imraati aqir. Parvardigor, qanaqa qilib mendan farzand bo'lsin, men o'zim keksayi bo'lgan bo'lsam, xotinim esa o'zi tug'mas bo'lsa, dedi. Qala kazalika Allohu yaf'alu ma yasha. Alloh mana shunaqa o'zi xohlaganini qiladi. Bo'lmasam, ey Alloh, menga bir ishora ber dedi. Ishora shuki, 3 kun sen odamlarga faqat so'zlay olmaysan, faqat ishora bilan gapirasan, deyildi. Shunday bo'ldi. Undan keyingi oyatlarda Maryam onamiz haqlarida keladi. Maryamga farishta tushib, ey Maryam, Alloh seni butun dunyodagi hamma ayollar ustidan tanlab oldi. Alloh seni pok qildi, dedi. Ey Maryam, sen Robbingga hamisha itoatda bo'l. Unga sajda qil, ruku qil. Ruku qiluvchilar bilan birgalikda, deb farishta Maryamga xitob qildi. Farishtaning xitobi vahiy edi, desa yo'q, u payg'ambar emas-ku. Nima edi? Ilhom edi. Demak, solih insonlarga ilhom bo'lar ekan. Ilhom bo'ladi. Karomat bo'ladi, ilhom bo'ladi. Kashf bo'ladi. U darajalarni ko'rmagan odamlar bu yoqda endi ashirvordi, so'pilar deydi. Sen oldin bir ibodat qilib, bir mag'zin o'shalarning bir suhbatini top, keyin ko'rasan. Bor, mana Maryam onamiz payg'ambar emas, Alloh u kishiga farishtani yuborgan ekan, farishta kelib xitob qilgan ekan. Alloh Muhammad alayhisolatu vassalomning ummatidan ham mana shunday solihlarni chiqarmaydimi? Chiqaradi. Lekin ilhom, kashf, tushlar shariat bo'lmaydi, shu. O'ziga xos gap. Tamom, assalom. Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhisolatu vassalomga xitob qiladiki, bu mana shu Maryam, Zakariya qissalari bular g'ayb edi senga. U Zakariya odamlar bilan birga qalamni hovuzga otgan paytda sen yo'q eding ularning ustida. Ular Maryamni kafirlikka olish uchun talashayotganda ham sen yo'q eding. Lekin biz senga vahiy qilib bularni bildiryapmiz, deb Alloh subhanahu va taolo Rasulimiz alayhisolatu vassalomga mana shunday xitob qiladi. Undan keyin farishta Maryamga kelib, senga Alloh Iso ibn Maryam bir o'g'il bashoratini beradi dedi. U muqarrab bandalardan bo'ladi. Dunyo va oxiratda obro'li bo'ladi. U odamlarga beshikda ham, yo'rgakda ham gapiradi va navqironlikda ham gapiradi. U solihlardan bo'ladi, deb bashorat qildi. Maryam aytdiki, yo Rob, mendan qanday farzand bo'lsin, menga birovning qo'li tegmagan-ku dedi. Qala kazalika Allohu yakhluqu ma yasha.
Mana shunaqa Alloh xohlaganini o'zi yaratadi. Alloh bir ishni iroda qilsa bo'ldi deydi, bo'ladi. Bu qissa inshaalloh Maryam surasida to'liq keladi. Keyin Iso alayhisalomning vasfi keladi. Iso alayhisalomga Alloh bir qancha mo'jizalar bergan. U kishi Banu Isroilga payg'ambar bo'lib kelgan edi. U kishi aytdiki, men sizlarga loydan qush yarataman. Loydan qush yasayman. Keyin puf desam uchadi dedilar. Xuddi shunaqa bo'lgan. Loydan bunday qushning shaklini yasab puf desalar, o'sha loy qush bo'lib uchar edi. Allohning izni bilan, har so'zda Allohning izni bilan deydi Iso alayhisalom. Men ko'r, pes, gang, gun, xullas kasallarni tuzataman Allohning izni bilan. Va Allohning izni bilan kasal tuzatish emas, o'likni tiriltiraman. Qum bi iznillah desalar, o'lik o'rnidan turar edi. Sizlar uylarda nima qilayotganinglarni, nima yeyishinglarni ham, nima zahira qilganinglarni ham men shu yerda turib aytib beraman. Alloh menga mana shu mo'jizalarni berdi deb Iso alayhisalom aytdi. Iso alayhisalom o'zidan oldingi Musa alayhisalomning shariatini tasdiqlash bilan birga oldingi Musa alayhisalom va Yaqub alayhisalomning shariatlarida harom qilingan ayrim narsalarni Banu Isroilga halol ekanini bayon qilganlar, ya'ni halol qilingan u kishi orqali. Iso alayhisalom atrofidagi shogirdlaridan so'radi, kim menga Alloh yo'lida yordamchi bo'ladi? Havoriylar, biz senga Alloh yo'lida yordamchi bo'lamiz, guvoh bo'l, biz musulmonlardanmiz deyishdi. Keyin Iso alayhisalomni Alloh subhanahu va taolo o'z tomon ko'tardi. Chunki yahudiylar Iso alayhisalom kelgan paytda yahudiy ba'zi bir yetakchilar Iso alayhisalomning da'vatlaridan ular moddiy jihatdan manfaat kesiladigan bo'lib qoldi. Ular odamlarning pulini botil yo'l bilan yeyishar, shariatni o'zgartirgan, o'qigan. Iso alayhisalom to'g'ri shariatni keltiruvdi. Nima bo'ldi? Ana bu yahudiy dinining peshvolariga yoqmadi. Ular Iso alayhisalomni bilan hukumat o'rtasini buzishga harakat qilishdi. Va shunday qilib, shunga yetishishdi ham. Iso alayhisalomni ta'qib qildi Rum. O'sha vaqtdagi Rum imperatorlari bo'lgan. Ta'qib qildi. Va u kishini qamal qildi. Yahudiylar o'sha askarlar bilan qamal qilgan paytda makr qilishdi. Va makaru va makarulloh. Ular makr qildi. Alloh ham makr qildi. Alloh ham ya'ni chora qildi. Alloh Iso alayhisalomni o'ziga ko'tardi. 17 ta odam kirgan g'or ichiga. Iso alayhisalom aytadilarki, hozir sizlardan biringlarni Alloh mening suratimga kiritadi, o'sha uni olib chiqib xochga qoqishadi, uni azoblashadi. Va u jannatda men bilan mana bunday birga bo'ladi dedilar. Bir yigit men dedi. Yo sen yosh ekansan, qo'y deb boshqatdan aytdilar. Uchalasida ham o'sha yigit oldingi safga chiqib, men o'sha odam bo'laman dedi havoriylardan. Shunda Iso alayhisalom sen o'shasan dedilar. U kishi osmonga ko'tarildi. Haligi odam Iso alayhisalom suratiga kirib qoldi. Va uni olib chiqib xochga qoqishib azoblab o'ldirishdi. Lekin Iso alayhisalom haqida tortishib qolishdi deyiladi. Chunki 17 ta odam kirib 16 ta odam chiqqan edi. Agar biz o'ldirgan odam Iso bo'lsa, haligi havoriy qani falonchi. Agar biz uni o'ldirgan bo'lsak, Iso qani deb ixtilofga tushib qolishdi. Haqiqatan esa Iso alayhisalomni Alloh ko'targan edi o'z huzuriga. Bu ham Allohning irodasi. Endi bu oyatlarda nega Iso alayhisalom qissasi to'liq kelgan va keyingi oyatlarda ham mana shu ma'nolar davom etadi. Najron qabilasidan nasroniylar keldi. Diniy rahbarlari yo'q, siyosiy rahbar bo'lib, oqsoqollar bo'lib kelishdi. Kelishdan maqsad Rasul akram alayhisolatu vassalomning da'vatlari ularga yetib borgan, kelib payg'ambarimizni o'rganish uchun kelishgan. Haqiqatan rostdan payg'ambarmi yoki rostdan emas, yolg'onmikin? Keyin biz unga iymon keltiradigan bo'lsak, bizning manfaatlarimizga qanchalik to'g'ri keladi uning gaplari? E'tiqodimizga qanchalik to'g'ri keladi? Mana buni bahs munozarasi uchun kelishgan. Ahli Najron kelgan paytda ular juda haligi
nihoyatda oriqda kiyimlar bilan kelishgan ekan. Tilla taqinchoqlar taqqan, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom bu suratni yoqtirmas ekanlar. Ular bilan gaplashishni istamadilar. Ular damda olib, ertasiga rohiblarning kiyimi, oddiy kiyimlarda kelishdi. Rasululloh akram alayhisalom ularni kutib oldilar. Masjidda ularga o'zlari xizmat qildilar. O'zlari yelib yugurib xizmat qilganlar. Va masjidda ularga ibodat qilishlari uchun sharoit yaratib berdilar. Ular o'zlarining ibodatlarini Rasulullohning masjidlarida qilishdi. Orada bahs ketdi. Mana shu bahsda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ularga aytdilarki, sizlar bir qancha e'tiqodiy amallarda sizlar yanglish ketgansizlar dedilar. Ba'zi rivoyatlarda ular 14 kishi bo'lgan desa, ba'zi rivoyatlarda ular 60 tacha bo'lgan deyshadi. O'sha Najrondan kelgan delegatsiya hisobda. Ularga aytdilarki, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom, sizlar Isoning shariatidan falon hukmlarni o'zgartirgansizlar. Sizlar mana bu hajga ibodat qilishni o'zingizlar paydo qilgansizlar. Isoning dinida hajga ibodat qilish yo'q dedilar. Sizlar cho'chqa go'shtini halol qilib oldinglar. Aslida u Isoning shariatida harom edi dedilar. Va sizlar Allohning o'g'li bor deysizlar. Iso Allohning o'g'li deysizlar. Aslida Iso Allohning o'g'li emas, balki Allohning kalimasi va Maryamga puflagan ruhidir. Maryamga ilqo qilgan ruhidir dedilar. Mana shu masalalarni ularga tushuntirmoqchi bo'ldilar. Shu asnoda Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni nozil qilib, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga ularga ushbu oyatlarni yetkazishni ham buyurgan. Inna mathala Isa indallohi kamathali Adam, xalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Isoning otasiz tug'ilishi odamning otasiz yaralganiga o'xshaydi. Odamni Alloh tuproqdan yaratdi. Isoga esa bo'ldi. Mana bu to'g'ri e'tiqod deb Rasululloh akram alayhisolatu vassalom ularga oyatlarni keltirdilar. Ularga aytdilar: "Ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illa Alloh va la nushrika bihi shay'an va la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Kelinglar, oramizda yagona bo'lgan fikrga to'xtaylik. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaymiz. Unga boshqani shirk qilmaymiz. Va bir-birimizni Allohni qo'yib, bir-birimizni biz rob tutib olmaymiz. Ular rohiblarini rob tutib olishgandi. Hech gap ularga kor qilmayapti. Yana ular aytishardiki, Ibrohim nasroniy bo'lgan deyishardi. Yahudiylar Ibrohim yahudiy bo'lgan deyishardi. Alloh aytadiki, "Ma kana Ibrohimu yahudiyan va la nasroniyan." Ibrohim yahudiy ham emasdi, nasroniy ham emasdi, balki ulardan oldin o'tgan odam edi o'zi. Walakin kana hanifan musliman, lekin u hanif musulmon edi. Va ma kana minal mushrikin, u mushrik emas edi. Ibrohimga eng yaqin odamlar mana bu payg'ambar va unga ergashgan musulmonlardir deya Alloh subhanahu va taolo oyatlarda marhamat qildi. Lekin baribir unashmadi. Ba'zi birlar moyil bo'ldi, lekin ularning ba'zi bir manfaatlari iymon keltirishlariga to'sqinlik qildi. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, bo'ldi dedilar. Kelinglar, ibtihol qilamiz dedilar. Ibtihol deb o'zini haqqiga o'zi qarg'ab duo qilish. Men ham bola chaqamni olib chiqaman, ahli oilamni olib chiqaman. Sizlar ham ahli bola chaqalaringlar bilan bo'lasizlar. Duo qilamiz. Kim yolg'onchi bo'lsa Alloh uni azoblasin, Alloh uni la'natlasin deymiz. Deb Hazrat Ali, Fatima, Imom Hasan, Imom Husaynlarni chaqirdilar. Olib chiqdilar bola chaqalar bilan. Lekin shunda ular aytishdiki, yo'q deydi. Chunki payg'ambar bilan ibtihol qilgan kishi halok bo'ladi. Biz bunga rozi emasmiz deydi. Demak, ular qalbida Rasululloh akram alayhisolamning haqiqiy payg'ambarliklarini bilgan. Lekin ayrim mulohazalar, ba'zi bir fikrlar bilan ular iymonga kelmay qolishgan.